Hamma salom, men otim Kompot, men otam qishloqa. Bugun biz sizlarga qamoqxonalarimizni ko'rsatamiz. Yo do'stlar, biz qamoqqa tushganimiz yo, biz qishloq bilan musobaqa o'ynamoqchimiz. Bu hozir qishloqni qamoqxonasi, bu mening qamoqxonam. Bular musobaqa o'ynaymiz. Xullas qishloqqa o'zining qamoqxonasini quradi, xonasini, ama o'zimni xonam quraman. Bir-birimizdan chiqib ketishimizga harakat qilamiz. Men seni qamoqxonadan chiqib ketaman. Men senikidan chiqib ketaman. Xullas shunaqa musobaqa bo'ladi. Qani ketamiz qishloqqa, o'zimizning qamoqxonamizga. Navoiy Kompot, men ketdim. Ana bo'ldi. Men o'zim qamoqxonamga yetib ketdim. Rahmat politsiyasiga menga berganligi uchun. Bo'ldi, o'yinchilik biz har doim yordam beramiz. 20-xonada qursangiz bo'ladi. 20-xona deysizmi? Eng oxirgi qavatda. Bo'ldi, bo'lmasa ana o'sha yerda quraman do'stlar. 20-xonada qurishib boshlayman. Rahmat, lekin politsiyasi sizlarga shu qamoqxona berdinglar. Bo'ldi, bemalol quraversangiz bo'ladi. Ketdim men bo'lmasam. Davay. O'zimni 20-xonamga qattiq oxirgi qavatda dedim. Oxirgi qavatga boramiz. Do'stlar, biz o'zimizning qamoqxonamizni quraymiz, katta qilib bitta xona quramiz. Biz o'sha yerdan qochishga to'g'ri keladi. Ana bo'ldi. Qishloq politsiyasiga men yetib keldim. Yetib keldingizmi? Bo'lmasa 17-xonaga o'tsangiz bo'ladi. Rahmat, lekin sizga qishloq politsiyasiga men juda ham katta yordam beryapsiz. O'zimni xonamni quraman, qamoqxonamni. Bo'ldi. Bemalol biz qishloqlarga har doim yordamga tayyormiz. Davay, siz yuting, omad tilayman. Ura, rahmat bo'lmasa sizga qishloq politsiyasiga men ketdim. 17-xonada 2-qavatda. Bo'ldi, men ketdim. Qattiq endi 2-qavatda nima menga? Endi men o'zimni qamoqxonamni quraman. Meniki eng zo'r bo'ladi. Ishoninglar, men Kompot albatta yutaman. Axir qishloq politsiyasiga eng zo'rlari. Bizda umuman chiqib ketolmaydi. Xo'p, 2-qavatdan 17-xonaga bu taraf emas ekan, bu tarafda ekan demak. Mana 17-xona. Davay kiramiz, o'zimizdan bor ekan bu yerda. Xo'p, ko'ringlarchi, o'zi doskali, toshli, politsiyskilar va bitta nima ekan o'zi bu yerda ham xonami? Yo'q, bu yerda siqiladi. Bu yerga kirmay qoling, bu yerda xona emas. Bo'ldi, tushunarli. Shu yoqqa sandiqlar qo'yib tashlaymiz. Hoppa, mana 20-xonaga ham yetib keldim. Bu yerda nima ekan 20-xonada? Uncha zo'r joy emas ekan, men bitta qon bo'lib yotibdim. Nimalar bo'lib yotibdi? Sandiqlar suvga to'lib yotibdi. Mayli do'stlar, bularni biz hammasini albatta o'zgartiramiz. Davay sandiqlar qo'yib chiqamiz. Hamma narsalar mana tayyor. Albatta men yutaman bu musobaqada do'stlar. Albatta men bilaman-ku hamma narsani qurishga. Biz bugun bilmagan bo'lsanglar, qishloq bilan qamoqxona musobaqa qilmoqchiman. Men uni qamoqxonasiga boraman qurganga, u meniki keladi. Kim o'ynaymiz ekan, kim qochish biladi? Nima bo'lyapti? Nimaga bu yerda do'stga turibdi? Men tushunmadim do'stlar. O'zi bu qamoqxonam bu yerdan bemalol qochsa bo'ladi-ku, axir ventilyatsiya bu qat bo'yi o'zi. Obbo do'stlar, shunaqa ham bo'ladimi? Bemalol bu yerdan qochib ketsa bo'ladi-ku, shunaqa ham oson qo'yishadimi? Kim o'zi bu qamoqxona o'tiradi? Mayli do'stlar, endi biz xavfsizroq qo'yamiz. Ana tepaga chiqasizlar, qochasizlar. Bo'ldi, qiyin joy yo'q-ku, axir, to'g'rimi? Shuning uchun biz albatta kuchliroq qo'yishimiz kerak. Xavfsizlik tizimini yaxshi ham bedrock bor ekan, lekin hamma yoqda emas ekan bedrock. Shuning uchun chiqib olamiz. Bu yoqqa davay o'zimizni qurishimiz, boshlaymiz. Hali men reshotkalar o'zgartiraman, hamma narsani o'zgartirib chiqaman. Hamma narsa emas, o'zimga kerakli narsalarni o'zgartirib chiqaman. Do'stlar, to'xtanglar. Bitta zo'r narsa o'ylab topdim, lekin rostdan bitta zo'r narsa o'ylab topdim. Menchi bu qamoqxonani oddiyroq qo'yaman. Mana Mametga temirli blok qo'yaman, lekin teshik qo'yib qo'yaman. Bu yerda qishloqqa bemalol qocha olinglar. To'xtanglar. Kompot yutqizsan-ku qochib ketsa desanglar, lekin ko'chaga chiqa olmaydi. Bo'ldi do'stlar, Mametga men teshik qo'yaman de o'ylaydi. Bo'ymanov bu tashib bo'ladi-yu, Kompot jinromi deb o'ylaydi. Lekin men aqlli bo'laman. O'sha yerda tutib olaman. Xullas, hozir ayting kemayapsizlar nima bo'lishini. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar, o'shanda bilib olasizlar nima bo'lishini. Qishloqqa mashinga bilsinlar, menda teshik borligini, keyin mana mashinadan chiqsam, davay bo'lmasa reshotkalarni ham alishtirishni boshlaymiz. Albatta miskin rangi mana ko'k bilan qizil. Bu yoqqa ko'k qo'yamiz, bu yoqqa qizil qo'yamiz. Davay
davay chiroyligina chiqish kerak. Mana qamoqxona xavfsiz, himoyalangan va chiroyli to'g'rini teshik himoyalangan bu video. Lekin do'stlar, o'zingiz ko'rasizlar, men rashotkalar tegmayman. Teshikni sal kattaroq qilishim kerak. Sal emas, ancha qishloq ko'rish kerak. Ko'rmasa mana rejam barbod bo'ladi. Shuning uchun do'stlar ko'rib qolish kerak. Qishloqni oson qilib qo'yaman. Bemalol chiqib ketadi bo'tda, lekin o'tdan chiqib keta olmaydi. Davay bo'lmasa boshlaymiz. Yana unga verstakli qo'ymoqchiman. Nima qo'ysam kerak? O'sha rashotkalarni qattiqroq qo'yib qo'ydi. Juda ham qattiq rashotkalar. Umuman bo'ta chiqib qolmaydi. Xo'p, bo'ta doskalar qo'yib chiqdim, bo'ta toshlar qo'yib chiqdim. Endi bu yoqqa kitobni qo'yib chiqmoqchiman. Yana nima qo'ysam ekan? Bu yoqqa pechka qo'yaman. To'xtanglar, men virusdan qo'ymoqchi emasman, lekin kompotga virusdan nimalar xavfsiz qilib chiqib ketsachi. Yo'q, bu menga kerak emas. Shuning bu yoqqa televizor qo'yib qo'yamiz. Ana bo'lib deyarli tayyor bo'lyapti. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Xo'p, bu yoqqa televizor qo'ydim, kompot zirkmasligi uchun kitoblar olib qo'ydim. Kompot balki menda qochish ham o'ynamasa kerak bunaqa narsalar bilan. Bu yoqqa stol qo'yamiz, stol qo'yamiz. Stol va doskalardan qo'ymoqchi emasman. Doskalarni yana qo'lim bilan sindirib, doskalardan qochib ketsa nima qilaman? Shuning uchun bunaqa qo'yib qo'yamiz. Instagramga ham qo'yamiz. Bu yoqqa albatta kamera qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu yoqqa albatta simlar agar tez qochgisi kelayotgan bo'lsa, umuman qocha olmaydi. Politsiyskilarga aytib qo'yaman, qishloqlarga kompot qarang. Yurishadi yana. Agar nimadir olib qo'ysa, menga aytishadi. Kompotni yana yag'rit qilaveramiz. Bo'ldi, mana qamoqxona tayyor bo'ldi. Xo'p, ana bo'ldi. Endi men sani qilib viruslarga qo'ymoqchiman bu yoqqa. Ana bo'ldi, to'xtanglar, ko'rinmayapti. Sal kattaroq qo'yishim kerak ekan yana teshikda. Aytdim-ku, agar bu teshikni qishloq ko'rmay qolsa-chi, o'shanda yomon bo'ladi. Shuning uchun sal kattaroq qilishim kerak. Mana bo'ldi, endi sani kichkinaroq ko'rinadi orqasidan. Bo'ldi, hammasi tayyor bo'ldi do'stlar. Bu yoqqa pardoz qo'ymoqchiman. Rishvatga sal chiroyliroq bo'lishi o'yanda. Bu yoqqa oyna qo'yib qo'ymoqchiman. Albatta menda hali gilamlar bor. Gilamlar ham qo'yib chiqmoqchiman. Bu yoqqa kitoblar zerikib qolmasligi uchun mana gilamlar mani rangida albatta ko'k va qizil. Bu yoqqa ko'k, bu yoqqa qizil qo'yamiz. Bo'ldi, hammasi tayyor bo'ldi do'stlar, hammasi chiroyli chiqyapti. Bo'lmasa bo'ldi, endi men ana tarafini qo'yishim kerak. U tarafini hozir sizlarga ko'rsata olmayman, lekin videoning oxirida o'zingiz ko'rasizlar. Qishloqqa bo'tdan chiqayotganidan. Hozir ko'rsatsam hamma bilib qolasizlar. Men teshikning orqasidan nima qilmoqchiligimni, rishotlarni ham qattiqlashtirib qo'ydim, sandiqlar ham bor, virusdaglar ham, kalavat, gilam, pechka, hamma narsa pechka nima qiladi? Bu yerda rakvina bor, даже hamma narsalar bor qishloqda. Hamma sandiqli narsalar qo'yib bordim, adashmasam. Endi boshlasa bo'ladi. Birinchi bo'lib men qishloqni qamoqxonasidan qochaman. Keyin u menikidan qochadi. Qani ketdi bo'lmasam qishloqni qamoqxonasiga. O'y, salom qishloqi. Nima bu qamoqxona? Kapot. Bu qamoqxona o'sha eskirganda bemalol bo'tan chiqib ketaman-ku axir. Yo'q, kapot bemalol chiqib ketaman. Bu eskirgan bo'lganima, meni xonam juda ham zo'r kapot. Ko'ramiz hozir zo'rligini qatta endi ikkinchi qavatda 17-chi xona kapot. Tushunarli. Bo'ldi, mana mashdan qochib ketishim kerakmi? Bak, albatta kapot mashdan qochib ketdi. Davay qochib ketsa yetasan endi. Nima qilsam ekan? Bo'ldi, qishloqqa sen borib o'rgan. Kapot. Davay bo'ldi. Omad tilayman senga. Bo'ldi, borib o'r qishloqqa. Oson qochib ketaman. Ishongin menga, qochib ketish juda ham oson ekan, lekin bu yerda doskalar bo'tgan o'zi chaqirib. Lekin meni kirka yo'q. Bu yerda tosh, bu yerda kitoblar turibdi. Umidda dastiga qo'lim yetarmikan? Yo'q, dastiga qo'lim yetmayapti. Kameralar bor ekan, даже televizor qo'yib qo'yibdi menga даже. Hammalar pechka, televizor, imametta kitoblar qo'yib qo'yibdi o'qishimga, lekin vaqtim yo'q bunga. Umidda doskalar ekanda, lekin meni kirka yo'q do'stlar. Tepada toshiga umidda ventilyatsiya bor ekan. Kapot chiq. Nima bo'ldi? Taslim bo'lding? Men yutdimmi? Yo'q, kapot javob o'shanga qor yog'ishgandir. Mayli, meni yaxshi bo'lardi qishloqqa. Nima bo'lmasa bor o'shandagi chap tarafga yurasan. O'sha yerda oshxona turadi. Bo'ldi qishloqqa men ketdim. Bo'lmasa o'zim ham bor ekan, nezalarni qamoqxonada
judayam zo'r. Qanaqa qilishim kerak? Bu yoqqa qaqidir, chap ketadi. Ha, mana ekan oshxona. Qayerdan o'tishim kerak qishloqqa? Ishim tushunmayapman mana ekan. Ha, mana полицейский, assalom. Salom, nima yo'qsiz? Ha, men nima yesam bo'lar ekan? Nima bor ekan o'zi? Pichini bera qoling menga. Bola pichini hozir beraman. Afarin. Do'stlar, nodir bormikan? Pechki qo'lmaytarmikan? Pechki qo'lmaytarkan, даже voy tortchiligini, kim tortib qo'yadi chumani. Sandiqli nima bor ekan? O sandiqda pichini bor ekan, nollar bor ekan, tortlar. Вот, интересно, ostini mangi do'stlar, zажигалка. Ana bo'ldi, men pichini topdim. Bo'ldi, rahmat, suv oldim, ikkita zажигалка oldim do'stlar, shular yetdi faqat. Kapot, qayerga ketyapsan? Bor kamerangga. Yo'qsan bo'ladimi? Yo'q, bu meni kamera deysan, xonet deysan, kapot, nimaga bu deyishing kerak ekan? Bo'ldi, kamera deyveraman, zato'ng kelinglar, sizlar oldim do'stlar. Nima deyapsan, kapot? Yo'q, men ishlama deganim yo'q, axir. O'zimni kamerangga o'tib pichini yeyman, men qornim ochib ketdi. Bo'ldi, bo'lmasa gap qo'ymani ketdim. Davay kapot, san ketidan qarab turaman. Hamma qishloqliga politsiyskilar aytib qo'yaman, san ketidan qarashadi. Do'stlar, bo'ldi. Men bitta zажигалка oldim, ikkita bitta suv chela oldim. Shunga ulgurdim hozirchalik. Men bitta doskaku to'xtaylar. Men reshotkani yo'qorsammikin? Yo'q, reshotkani yo'qorsam, menda qishloqlarga menga qarab turibdi. Yoki men do'stlarni yo'qorsam nima bo'lar ekan? O'zi kitobning polkalarning orqasida nima bor ekan? Tosh bor ekan. Do'stlar, nima qilsam ekan? O'ylab topaylik. Doskalar. Nimaga o'ylamadim? Buni rostdan ham doskalarni hozir yondirsam haqqa chiqib qolaman keyin. Davay yoqishni boshlaymiz, hech kim ko'rmayapti. Meni ishimni yo'qmi? Obbo, bu ventilyatsiya bor ekan, pojarniy. Obbo, do'stlar, agar hozir men olov yoqsam, bu signal beradi-ku, bilasizlar, suv tosh ketadi keyin. Qanaqa o'chirsammikin? Buni qanaqa o'chirsammikin? O'chirsa bo'lmaydi bu. To'xtalam. Oppa, davay och. Ana bo'ldi, o'chdi do'stlar, o'chdimi? Qarabdir, ovoz eshitdi. Ha, o'chsa, endi yo'qsa bo'ladi, hech kim ko'ra. Yo'q, o'chmayapti, suv toshmayapti, signal bermayapti. Bo'tan tez qochishimiz kerak endi. Yaxshi. Hech kim ko'rmayaptimi? Yo'q, hech kim ko'rmayapti ekan. O'shaning uchun tezroq bo'lish kerak bo'ldi. Juda ham yaxshi. Qishloqlar hozir menga qaramayapti. Davay chiqib olamiz. Bu yoqqa qayerga chiqdim men tushunmadim. Lekin men qaqqadir chiqib oldim men. Nima bu endi? Qanaqa bu joy? Qanaqa endi bo'tan chiqmadi? Nima bu skladmi deyman-da, sandiqlarda kirka, lekin daraxtli ekan, ne kirka. Mayli, daraxtli bo'lsa ham qanadir qilib chiqib olsam bo'ladi deb o'tdim. Mana trubadan chiqib olsammikin? Davay, mana buni sindiramiz. Biz mana trubadan chiqib olamiz. Menda tashpilida ekan, bo'ldi do'stlar. Men bitta qadamdan men chiqishga. Davay chiqamiz, tezroq. Tushunmadim, kapot ishlaydi. Yo'q, men ishlamizda qishloqda meni ko'rib qoldinglar, o'zi bo'ldi, surish kerak bo'ldan. Kapot ishlaydi. Tezroq signalizatsiya ham olib ketdi. Hamma yozsa kerak. Ana bo'ldi, suvda timing ushladim, bo'ldi. Endi men surishim kerak bo'ldi. Urra do'stlar, tabriklayman. Men qamoqxonadan qochib ketdim. Namancha onson bo'ldi. Va shonsa bo'ldi. Qiyinroq bo'ladimi deb menda. Zato qishloqni qamoqxonasidan qochib ketdim. Juda ham xursandman do'stlar. Juda ham oson bo'ldi. Meni qamoqxonamdan endi qochib keta olmaydi. Kapot, qochib ketdim meni qamoqxonamdan. Lekin sanikidan ham qochib ketaman. O'shanda teng bo'ladi. Bir bo'ladi. Qishloq, manikidan sen qochib keta olmaysan. Ana bo'ldi qishloqqa, davay. Ana bo'ldi, qochib ketaman men, kapot. Meni so'zlarimni eslab qo'ying, tushunsan? Eslab qoldim. Davay, umuman qochib keta olmaysan bo'tdan. Даже meni versak-yon. Sizlarga ujin, mening qornim ochib qoldi. Yo'q, nimaga ujin bo'lish kerak ekan? Ujin yo'q, meni qamoqxonamda o'tirasan shu yerda endi. Nimaga ujin? Mening qornim ochib qolmadi. Qanaqa qochib ketaman bo'lmasa o'tir ostidan. Dastiga qo'yib yetarmikan? Yo'q, dastiga qo'yib yetmayapti. Men bitta kitoblardan qochib ketaman. Balki o'ydan sindirsammikin? Yo'q, o'yinlarni sindirsam balki reshotkalarniki. Yo'q, bo'lmaydi. Boshqa narsa o'ylab topishim kerak. Nima o'ylab topsammikin? Sandiqda nimadir bor. Sandiqda ham
nima menda teshim bor ekan, voy kapot. Teshini ko'rmabdi-yu, qarab qo'ymabdi. Kapot shunchalik yaxshi bo'lasanmi, kapot? Hozir bemalol chiqamiz deb bundan davay sindiramiz bo'lmoqqa. Nima oson ekan bot qamoqxonasidan qochish. Menikidan qochdi, nima bo'ldi? Bidrok bor ekan. Bidrokdan qanaqa qilib o'taman? Nima dronni topamiz ham yersak, sen qochtirga qanaqa beryapsan? Davay qochaversak bo'ldi. Endi botdan qochsam ham bo'ladi do'stlar. Qaynim olsam ketdi botni. Nima bu endi ventilyatsiyami deymanda? Hammaylar pastga sakraymiz. Mana hoppa o'tib olamiz. Ketdi. Voy shortcut bor ekan, o'ta qochaman. O'rgimchakda uryapti hamma yo'qsini. O'shasida ba'zida skrafsit qilishim kerak deyman. Mana doskani bor ekan, doskadan ba'zida skrafsit qilaman, izdidan deb chiqib olaman. Ana bo'ldi, men juda ham zo'r o'ylab topdim lekin. Davay, va blokda olamiz doskalarni. Men o'zimga siz skrafsit qilishim kerak. Qayerga qolib adashib qoldim men. Davay bu doskalarni olamiz. Bo'ldi, yetadigan umiddaman. Endi 8 doska, bayli qanchasidan chiqsa, birinchi bo'lib chop skrafsit qilamiz, keyingisini qilamiz. Davay. Ana bo'ldi, 3 tasida bo'ldi. Hozir endi yana 3 ta bo'ladi. 6 tasida bo'ldi. 6 tasida yetsa kerak degan umiddaman. Endi to'g'rimi? Chacho ketdi tezroq bo'ldi. Moppa ketdi, tezroq. Hozir men chiqib ketaman-da. O'rgimchak dori bo'yotibdi. Hammaga qarab yursam edi. Qalin ventilyatsiya qo'yar pastda. Nima bilan chiqib olamiz-da. Mana bo'ldi kapot ishi. Babodan qochaman kapot. Kapot. Mana endi sakrab olamiz. Sekin sakrab oldik. Boshqa yo'l yo'q ekan. Shuning faqat nima ishda boramiz. Mana chiqish bor ekan, qanaqadir nima bor? Eshik ochish olmas ekanman. Motor ekan, chumadim shaxta. Hamma shaxta. Faqat ishchilar uchun shaxta deb yozib qo'yibdi. Faqat ishchilar uchun, men uchun hamda qochishim uchun. O'shaning uchun botdan men qochaman endi bu shaxtadan. Davay chiqamiz. Nima? Qishloqqa san oldik-ku. Qishloqqa bo'ldi, san yutqizding. Nima men tushunmadim. Nimaga botni politsiyaga qo'yyapsiz? Kapot men tushunmadim. Nima qilsan botdan? Bo'ldi. Faqat ishchilar uchun shaxta deb yozib qo'ydim. Albatta endi qishloqqa bu yoqqa keladi. Botlarimizni yopib qo'yishimiz kerak. Chunki botdan chiqish yo'q bo'ladi. Faqat bu yoqqa chiqish bo'ladi. Botda biz kutib turamiz, politsiya keladi. Kompot o'ylayapsanmi? Shunaqa o'xshaydimi deb o'ylayapsan o'zi. Voy, albatta o'xshaydi qishloqqa. Aytam bu yoqqa sakraydi, pastga tushib oladi. Shaxta dobada botdan chiqib oladi bo'ldi. Lekin o'xshaydi, sen geniy bo'lasan. Kompot juda ham zo'r o'ylabsan-da. Albatta zo'r o'ylayman. Davay kutamiz ham. Kompot, nima qilaysan? Qishloqqa men yutdim-da, men qilayman qishloqqa. Voy kapot, rostdan ham zo'r o'ylabsan. Men qamoqxonam zo'r edi olgan. Mayli-da, seni qamoqxonang zo'r edi, qishloqqa yaxshi edi. Politsiyachilar tabriklaylar, biz yutdik. Mayli. Obbo, yutqizaman. Keyingi safar men yutaman albatta. Mayli qishloqqa, keyingi safar o'shani gaplashamiz. Agar obunachilarim izohni yozib qo'ysa, yana xohlayapsizlarmi yoki yo'qmi? Bo'pti do'stlar, men qishloqqa bugun yutqizdi. Like bosish, obuna bo'lishdan chiqmasin. Hammaga xayr, sog' bo'linglar. Keyingi jonda kuzatishga davom etinglar.